Adolat eng oliy axloqiy fazilatdir, chunki u jamiyat yaxlitligini ta'minlaydi. Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyatining ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotiga oid yangiliklar bilan Zamin informatsion dasturi. Studiyada Muhabbat Foziljanova. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavha va reportajlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. Xalqaro gullar festivali avj pallada. Men Rossiyaning Novosibirsk shahridan keldim. Sud qarori ijroda. Ushbu bino inshootni sud qaroriga asosan buzdirish vazifasi yuklatilgan. Nafsiga qul kimsalar. Jinoyat kodeksining 168 modda 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Iste'dodlarga keng yo'l. Yanada o'zini iste'dodlarini namoyon qilish uchun juda ham yaxshi imkoniyat bo'lmoqda. Endi shu va boshqa lavhalarning to'liq tafsilotiga o'tamiz. Xalqaro gullar festivali yuqori ko'tarinkilik bilan davom etmoqda. Go'zallik va nafosat ufurib turgan atmosferani his etish uchun mehmonlar va sayyohlar oqimi ortib boryapti. Gulga oshufta ko'ngillar oilaviy tashrif buyurib, ajoyib taassurotlar va turli tadbirlar ishtirokchisiga aylanmoqdalar. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Tabiatning rang-gorang go'zalligini o'zida mujassam etgan 64-chi Xalqaro gullar festivali. Bu kun millionlab gulga oshufta ko'ngillarni Namanganga chorlamoqda. Bog' va ko'chalarni tutgan anvoyi iforlar esa gul shaydolarining dillarini benihoya xushnud etgan. Men Rossiyaning Novosibirsk shahridan keldim. Gullar ifori o'zgacha, yoqimli. O'tgan yili ham kelgandim. Bu yil oldingilardan ham yaxshi. Menga yoqdi. Biz Qirg'izistondan keldik. Ikkinchi joy kelishim bunavol. Shu atayi, bunavol shu jengalarimni, shu tug'animlar bor cho'g'i tuvab kelib ko'rsatib ketay deb keldim. Shu juda yaxshi ekan, shu atayi bayramga keldik. Shu bayramlar qut bo'lsin, prezidentlar qut bo'lsin. Ayni kungacha festivalga 6 milliondan ortiq mehmonlar tashrif buyurganlar. Xorijiy sayyohlar soni esa 600 mingdan ziyod. Har bir gul kompozitsiyalari o'ziga xos joziba va ramzlarni ifoda etishi bilan mehmonlarni tamomila hayratga solmoqda. Shu bilan birga bayram viloyatning turizm va iqtisodiy salohiyati yanada rivojlanishiga ham katta hissa qo'shmoqda. Men shu Sirdaryo viloyatidan kelganman. Ataylab shu gullar festivalining 64 yilligini ko'rish uchun o'tgan yil nevaralarim bilan kelib, 12 kun turib, aylanib tomosha qilib ketdik. Bu yil vaqti o'zgacha. Ataylab shu kelib 10 kun, 12 kun, 15 kun turib, qaytishda keyin gullar olib ketamiz. Yana yil ham kelish niyatim bor. Kun davomida 100 minglab gul shaydolarini maftun etgan maskan oqshom cho'kkach yanada ajib tarovat kasb etadi. Tashrif buyurganlar go'yo ertaklar olamiga tushib qolgandek bo'ladilar. Rang-barang chiroqlar shu'lasi, salqin havo va gullar ifori barchani o'ziga rom etadi. 64-chi Xalqaro gullar festivali 29-iyunga qadar davom etadi. Viloyatda baliqchilik sohasi rivojlanib, aholining bu boradagi ehtiyojlari qondirilmoqda. Mingbuloq tumanida tadbirkor Afrika laqqa balig'ini yetishtirish borasida harakatlar boshlagan. Biroq baliqlarni ko'paytirish uchun mo'ljallangan hovuzlar boshqa tadbirkorlik subyektiga tegishli yer maydoniga qurilgan. Tabiiyki, ikki o'rtada sud jarayoni bo'lib o'tib, hal qiluvchi qaror ham chiqarilgan. Voqea tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Qishloq xo'jaligi yerlari davlat va xalq mulki hisoblanib, ulardan samarali va qonuniy foydalanish mamlakat oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorlik va ekologiyani muhofaza qilishda muhim ahamiyatga ega. Biroq ayrim hollarda bu yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olish holatlari ham kuzatilmoqda. Mingbuloq tumanida ana shunday noqonuniy holatlar yuzasidan sud qarori asosida Majburiy ijro byurosi tomonidan ijro harakatlari olib borildi. Sud tomonidan ko'rib chiqib, mana noqonuniy qurilmalarni buzdirib tashlashligini. Kadastr agentligining ma'lumotlariga ko'ra, Gultepa oltin balig'i xususiy korxonasi tomonidan 0,15 gektar yer maydoni o'zlashtirilib, unda baliq yetishtirish maqsadida beton hovuzlar barpo etilgan. Bir qarashda mazkur inshootlar qonuniy faoliyat doirasida qurilgandek tuyuladi. Lekin tekshiruv natijalari bu qurilishga yer ajratilishi bo'yicha hech qanday rasmiy hujjatlar mavjud emasligini ko'rsatdi. Ushbu bino inshootni sud qaroriga asosan buzdirish vazifasi yuklatilgan Gultepa oltin balig'i xususiy korxonasiga hozir holatda buzdirmay, mashq holatda saqlab foydalanib kelmoqda. Ushbu bino inshootni buzdirish chorasini ko'rish uchun kadastr agentligi tuman bo'limi tomonidan majburiy tartibda buzdirish uchun Namangan tumanlararo sudiga da'vo ariza kiritilgan. Da'vo arizaning yakuniy qaroriga asosan, sudning qaroriga asosan buzdirish qarori chiqqan. Bu haqda tumandagi MIP majburiy ijro bo'limiga yuborilgan. Majburiy tartibda buzdirish uchun.
Xususiy korxona rahbarining ta'kidlashicha, bu hovuzlar 2016-yilda qurilgan bo'lib, Afrika laqqasi turdagi baliqlarni intensiv usulda boqish uchun mo'ljallangan. Hozirda hovuzlarni yengil konstruksiyaga almashtirish taklif etilgan. Bizga 2016-yil 084 sotik maydon chiqqan. Biz bunda Afrika laqqasida baliq boqish uchun biz beton hovuzlardan foydalanganmiz. Endigilikka kelib bu beton hovuzlarni bizga noqonuniy deyapti. Endi biz buni qisqa muddat ichida yengil konstruksiyaga almashtiramiz. Chunki bu baliqlar tirik, jonzot. Majburiy ijro byurosining Mingbuloq tuman bo'limi tomonidan sud qarorini bajarish uchun harakatlar boshlandi. Javobgarga belgilangan muddat ichida hovuzlarni ixtiyoriy ravishda buzish taklif etilgan. Ammo hech qanday amaliy chora ko'rilmaganligi bois sud qarori majburan ijroga qaratildi. Beton hovuz ichlarida baliq lichinkalari bo'lganligi sababli hozirda tadbirkorga nisbatan 3 kunlik ixtiyoriy muddat berib, tez kunlarda bartaraf qilish to'g'risida dalolat tomonidan rasmiylashtirildi. Bu to'g'risida tadbirkor ogohlantirildi. Sud qarori bajarilishi shart bo'lgan hujjat. Uni ijro etishda qonun ustuvorligi, yer boyliklaridan oqilona foydalanish, eng muhimi davlat manfaatlari himoyasi turibdi. Jilovlanmagan nafs kishini oxir-oqibat javobgarlikka boshlaydi. Aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berish borasida ko'plab amaliy ishlar qilinayotgan bir paytda suv ta'minoti korxonalaridan birining xodimi shaxsiy manfaatlari yo'lida qonunlarni chetlab o'tishga uringan. Biroq uning kirdikorlari juda tez fosh bo'ldi. Davlatobod tumani suv ta'minoti korxonasida ishlovchi shaxs o'z mavqeini suiiste'mol qilib firibgarlik yo'li bilan jinoyat sodir etdi. Ushbu fuqaro aholi xonadonlaridan biriga borib, ichimlik suvidan foydalanganlik uchun yig'ilib qolgan 12 million so'm miqdordagi qarzdorlik mavjudligini bildirgan va 5 million so'm evaziga ichimlik suvi tarmog'idan uzmasdan, masalani sudga chiqarmasdan hal qilib berishini aytgan. Qarzdor xonadon egasining ishonchiga kirgan firibgar o'zi talab qilgan pulni olayotgan vaqtida viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Davlatobod tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha hamyurtlarimizdan o'zini davlat tashkiloti xodimi sifatida tanishtirib, turli sabab va vajlar bilan pul talab qilayotgan shaxslarga ishonmaslikni, shunday holatlar ro'y berganda esa huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaat qilishlarini eslatib o'tamiz. Kommunal xizmatlardan bo'lgan qarzdorliklar va boshqa muammolarni qonuniy yo'l bilan bartaraf etish maqsadga muvofiq. Kelajak yulduzlari xalqaro tanloviga bu gal Namangan shahri mezbonlik qildi. Yosh iste'dod egalari o'z mahoratlarini namoyish etdi. Tanlov kelajak avlod vakillarining san'at sohasidagi salohiyatlarini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Bayramona ruhda o'tgan tadbir haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Yosh avlod iqtidorini yuzaga chiqarishga xizmat qilayotgan kelajak yulduzlari xalqaro tanlovi yana bir bor o'zining san'atga boy ruhini namoyon etdi. Bu galgi bellashuvga mezbonlik qilish sharafi Namangan viloyatiga nasib etdi. Madaniyat markazida 2 kun davom etgan tanlovda respublikaning barcha hududlaridan kelgan iqtidorli o'g'il-qizlar o'z mahoratini namoyon etdilar. Tanlov doirasida har bir ishtirokchining tayyorgarligi, ijro mahorati alohida baholandi. Tanlovda qiyinchilik bo'ldi. Ijrochilarimiz, yigit-qizlarimiz katta sahnalarda o'zini ko'rsatishda mahoratini ko'rsata bilganlar bor. Ozgina hayajon qilinganlar bor. Bu yerda bir qiyinlik bo'ldi. Ularga baho berish, diplom berish, musiqa, san'at yo'nalishida ko'pgina iqtidorlarni ko'tarishda bizning vazifamiz bo'ldi. Ularni qo'llab-quvvatladik. Ijodiy bellashuvlar musiqaga mehr qo'ygan yoshlar uchun katta sahnaga yo'l ochib beruvchi maydonga aylandi. Yosh ishtirokchilar fortepiano, tasviriy san'at, an'anaviy, damli va zarbli xalq cholg'ulari, akademik va estrada xonandaligi, xoreografiya yo'nalishlarida o'zlarini sinab ko'rdilar. Biz bu ko'rik tanlovda Grand Prix sovrinini qo'lga kiritdik xalq cholg'u sozlari yo'nalishi bo'yicha. Mana shunday yurtimizda ko'rik tanlovlar yanada ko'payishini xohlardim, chunki yosh iste'dodlarni yanada o'zini iste'dodlarini namoyon qilish uchun juda ham yaxshi imkoniyat bo'lmoqda.
Yakuniy bosqichda hakamlar hay'ati tomonidan eng yaxshi ijrochilar aniqlanib, diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. G'oliblar orasida o'ziga xos ovoz va sahna mahoratiga ega bo'lganlar Grand Prix sohibi bo'ldilar. Tadbir doirasida tashkil etilgan konsert dasturi tomoshabinlarga o'zgacha kayfiyat bag'ishladi. Kelajak yulduzlari bu san'at sari ilk dadil qadam. Qalbdagi ishonch va mehnat samarasining nishonidir va eng muhimi, bu sahnada bolalik orzulari ijobat bo'lmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Oldinda ob-havo ma'lumotlari bilan tanishishingiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. O'zingizni asrang, bizni kuzatishda davom eting. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.